Ötüremiz biz sana. Oğuzcu. Kopa öy. Kopa, yoğun yok bilen şunçilik kopa. O sen onda yetmegenge men urprenmeyme. Nim bo'ldi? To'xta. Nim bo'ldi? Yo'q, bak. Boksörlük qilma sen bilan. Videoyimda yetishmadimi yo'da? Boksörlük qilamsan? Halen chiqar. Boksörlük qilamsan? Ha? Halen chiqsinmi? Makila. Makilaga. Men. Unda smash kelenne bek boksörlük qilishga ko'pchilik ko'rdinglar. Aşkına Ayşe oğlum da ayette yana 8. ayının 25 Turpanda Alimcha ayının bir meydan musabaqasi var ayette keç saat 5 9 bilan. Bundan sonra bugün biz bağırsak bilet bağımı yok bundan ama işte taze. Bundan bugün 6 turlar bağımız adedigen çokum biletini görüp hazır mağla ayetgellik Alimcha ayının musabaqasi ötküzüp olgan iken naq meydanda aşo ölçemlik meydanda mışkanlı koyup durman da ayetgellik aşağı cümle işler. Sağ olamdı ya. Şalemsa ya. Düşüme, çokup düşüme. Tamam. Çokup düşüme. Kundurdim qarabdi hozir. Men yeymesin hatta. Çokum yeymesin. Das ayetgellikka vallahi Alimchayninki musabaq meydani kurashdik. Alimchayning men uzanlı bilisizlar. Alimcha haqiqatan bizniki Şinjanning faxri deyishimizga bo'ldi. Nurg'ulg'on betimizga vakolatdan nurg'ulg'on musabaqaga qatnashib yaxshi natijalarni qozondi. Haqiqatan xush bo'ldik oltin kemarni ilib. Bir ish qilmoq unda oson emas. Necha kemarni ilib aşıncıdan netice kazı bugün kirlik çıkmaz alım çendir galit. Ergenlikim o chet ellikka kelgan şu mayerlilar musobaqa tushdi. Alım çendan mo cho'qim yana bir qitim oltin kemer ilishiga hammalar tilakdosh hammalar shu das ergenlikka alım çendanki musobaqa maydoni kurashda bu ish kelinib eng oxir shu yerga qo'yib turma. Oxirgi musobaqa mushkellik berib oyoqlashsa qoldi. Undas alım çendanki kurashkicha aman bulanglar. Töreçimizek hesap emas. Ergenlik turpanı kurashdik. Turpandaki dostlarımızdan var. Şu Alimchayning musabaqasiniki boş bir beltini agar biz berib qo'ymoqchi agar dostlarimizniki o'sharoq bilet olib qo'yishini imkonimiz umid qilamiz. Bilet bormi yo'qmi hozir uqmaymiz. Amaliyotda biz bugun berib dishpamoqchi edik. Lekin bu yerda xaridachi qilib qolganlik uchun ammo bu to'yin qandan chigan mashinaning sansal jiqilib qolganlik uchun bu yerni tozalab ichigicha sal vaqtlab ketib qoldi. Shuni to'g'ri tushunishni umid qilamiz. Undan so'ng kurash aman bo'langlar aytganlikka musobaqa maydoni kurashdik. Dastur turpani ko'rishlar. Hammaga ko'pdan ko'p rahmat.